Aka, agar mashina yoqqan bo'lsa, sakratini bering. Bo'lmasa, ana 3 ta odam turibdi. O'shalaman ham baraka qoraman. Mashina yo'qdi-yu, lekin nima arzon berib, Mashina meniki, xohlasan padarka qoraman. Aytdim, ko'p pul zaraldi. Mana $1000 zaklar. Aka, siz Matiz olmayapsiz-ku, jab bo'lmasa 5000 qilib bering. Mana 35000 bor edi. Bo'lmasa ertaga qolgan notarsda gaplashamiz. Kech qolmasdan keling. Bo'ldi, 7da ko'rishamiz unda. 7 deydimi? 7da xuloatgan bo'laman-ku, senga o'xshab. Ketdikmi aka? Yo, Faraqali nechi pullik bo'pti? Turizmizm bo'pti aka. Ha? Nima? Turizming deysizmi? Biznes yuribsiz. 4 soatdan yuribmiz aka. Ha, bo'pti unda, hozir o'yisdan pul olib chiqaman, bir ikkita joylar bor ekanmiz. Xo'p aka. Bo'ldi aka. Azgina qo'ylab turing. Xo'p bo'ladi. Turizming deydimi? 10,000 so'mga yetib olaman hozir. O'rta, 4 ta shartmagan o'zi. Ne unaqa? Sen pulingni berayotgan bo'lsan, xo'p deb turib, kelgandan keyin o'yin qilmagin. Yur kiraylik. Mana o'rtoq kelishilgan turist telefonni. To'g'ri, ish qilib, men bo'ynimga tushib qolmadim to'lovlari. Nima sen 9 yil birga o'qigan sindoshingga ishonmaysanmi? Aytolmanda. Bo'pti, kechroq mahallada ko'rishamiz, sabr. Alo? Aka, 16 Pro Max bor edi, 512 talik. Pul zararli edi. Olib qola olmaysizmi? Ha, mana arzonroq bo'lsa. Mana dokument aka. Uyini amizga o'tib qo'ydim. Sharoitni ko'ryapsiz. Cho'ki. Unda men ertaga narsalarni yig'ishtirib kelay. Xohlasangiz bugun keling aka. Yo'q, bugun ulgurmayman. Yig'ishtirgan narsalarni. Bo'lmasam ertaga ertalabdan keling aka. Men sal vaqtim yo'q edi, ketaman riski. Bo'ldi. Salomat bo'ling aka, xo'p. Yap. Sherstgan nomili? Kim u? Kecha mashta ko'rishdik. Ijarachilarmi? Ular kech payt chiqib ketib bo'lgan. Nima deyapsiz? Men bu uy sotib oldim, mana dokumentlari ham turibdi. Nima deyapsiz? Uy menni olmaydi. Boray. Mashinik, firibgar, tez chiqsan, shuncha yiqqan terganimni bitta dur ketdi. Sendagi mashiniklar bor, odamlar bir-biriga ishonmaydi.